Assalomu alaykum ahlar. Bugun 4 ta mashinamizni O'zbekistonga chiqarib olyapmiz. Birinchi mashinamizni yuklab oldik. Kia Bongo elektromobil. Orqasida bortini ham maydalab yoniga yuklab olganmiz chiroyli qilib. Ikkinchi mashinamizni olib kelishyapti mana. Hyundai Ioniq 5 2025 ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, uchinchi mashinamiz Volkswagen ID4 Pro 2023 ishlab chiqarilgan. Hamma mashinamiz ozgina DTPga uchragan tufayli hamma zapchastlarni mashinalar ichiga solib, chiroyli qilib yuklab jo'natib yuboryapmiz. Bu mashinalar barchasi elektromobil bo'lgani tufayli O'zbekistonga rastamosha juda qulay narxlarda chiqadi. Kimga shunaqa arzon mashinalar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Chiroyli narxlarda O'zbekistonning istalgan viloyatiga jo'natib beramiz. Nomerlarni pastda yozib qoldiraman.